Assalomu alaykum, uzumchilik ilmiy gruppasi a'zolari. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumanidaman. Natches degan maymunjon. Natches degan navi ekan. Juda yirik. Hozir mana Kamoliddin aka ustozimizni xonadonlaridamiz. Haligi yerda o'yib mana necha metr ustoz? 2 metr o'yib, teplisa qilingan joyga ekilgan. Limonariya bo'lgan. Ha. Devor. Devor ekan. Uzuni 21. Ha. Eni 10. Xullas hozir teplisa nima kivi olganlar bo'lsa mana ustozdan kivilar quyosh tig'ida turibdi. Keyinchalik baquvvat bo'lib ketganda quyosh nuri ta'sir o'tkazmay qo'yadigan mana qaranglar. Ustoz mana bu yejavinkani natches degan ekan. Hozircha bilishimizcha juda yirikda bu, juda yirik. Hozir buni uzumchilik ilmiy gruppamizga tashlaymiz, Telegram YouTube'ga tashlaymiz. Mana hozir mana Bismillahirrohmanirrohim. Shuni tortavering. Ha, tortavering. Mana. Bakilashga qo'ying, qop-qop. Gugurt olib keldim, mana qaranglar, mana gugurtda turishini. Juda yirik ekan. Endi nima baklashga ko'rinmay qolyapti. Shu standart Pepsi Cola baklashkasi, oddiy baklashka. Mana. Shunaqa qop-qoq. Juda yirik. Shuni ko'rib ketyapman, hozir mazasini tatdim. Roza pishib ketgani shotga o'xshaydi, mana qaranglar, mana havas keltiradi-da, bor. Lekin shirin. Shirin, ha? Roza pishgani. Men buni achchiq bo'lib ketadimi keyinchalik desam? Men birinchi yil qanaqa qilgandingiz hozir? Masalan, sizdan ko'chat oladi, xudo xolasa. Odamlar. Mana birinchi yil mana shunaqa razmerda qilingan ekan birinchi yil. Mana hozir bu endi yiriklashadi, pishganda manaqa bo'lib ketadi. Kattalashadi. Shunaqa bo'lib kattalashdi, boshqalar ekan pishgan. Navini natchesi mana yejavinkani tushunganlar bu navini bila olmayotgandik. Natches ekan, yozgi nav pushtimi nima edi? Ko'kmidi? Nimasi? Guli pushtida. Pushti bo'lsa natches bo'ladi dedi. Mutaxassislar bilan gaplashdik. Pushti bo'lib gulladi. Xullas ko'chatlari ustoz nima qilasizmi odamlarga kuzda? Tavsiya qilamiz odamlarga. Bu hozir sermeva narsa ekanda. Mana qaranglar, mana agar kuzda ustoz ko'chat sotadigan bo'lsa, faqat mashina bo'ladi. Boshqa nima yejavinki yo'q ekan mana. Xudo xolasa. Hali aytdik, birinchi yili manaqa mayda bo'ladi ekan, ammo pishmagan turibdi-ku kichigi. Maydaroq, keyin roza kuchga to'lgandan keyin daraxt. Keyin manaqa baquvvat qilishni boshlaydi ekan. Qaranglar, mana kattaligini yana ko'rsatyapman. Ha, bakalashgan. Endi haqiqatdan qoyil qolmaslik iloji yo'q. Yesiz ham maza qilasiz. Roza pishib ketgan shotutga o'xshab, xuddi shotutga o'xshaydi ekan. Mana yana. Hozir buni YouTube'ga gruppalarga qo'yib qo'yaman ustoz. Nomeringiz hozir mana YouTube'da blogerlar bor, nima qilyapti-da? Kimnidir nima qilsa, shunaqa ko'chati bor deb reklama qilsa, nomer qoldiramiz deyishyapti. Sizni nomeringizni aytaylik, qoldirmaylik. Necha nomeringiz? 91lik, ha. 282 7950 mana. Pastga ham yozib qo'yamiz. Endi keyin Telegramda uzumchilik deb yozsanglar, uzumchilik ilmi degan katta gruppamiz bor. Shunda ustoz topsanglar bo'ladi yana. Topishni yo'li. Xudo xolasa ko'chatlarni qilyapmiz. Tayyorlab qoladi. Xo'p, ustoz sog' bo'ling. Men hammasini oldim. Hozir seri hosil ekan-a? Oling. Uzib yo'ring bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Bu dehqonchilik narsa. Xo'p, rahmat ustoz, boringizga shukr mana. Alloh bergan narsasi. Alloh ne'mat. Rahmat. Sog' bo'linglar.